Ay, nima qilyapsiz? Ay, shunaqa ham tez haydadimi? Aka, hech narsa qilmadimi? Hech narsa qilmadimi? Odamni urib ketyapsiz, hech narsa qilmadimi-ish? Bo'ldi, hal qilamiz aka, aytgan narsangizni olib beraman. Olib berasiz-da. Odamni urib ketyapsiz, BMWda urib ketyapsiz. Xo'p, nima qilay aka? Birinchi navbatda plastigimga bir 400 ming o'tkazing. Bo'ldi, faqat shumi? Shumi bo'ldimi? Qutulmoqchimisiz? Qornim och, shashlik olib bering. Aka, endi bo'ldimi? Ketaveraymi? To'rtta shashlik olib berib ketmoqchimisiz? Hech qayerga ketmaysiz, kontra o'ynaymiz. Aka, men kontra o'ynashni bilmayman, vaqtim ham yo'q unda. Kontra o'ynashni bilmaysiz, odamni urib ketishni bilasizmi? O'ynaysiz. Ha, bosh charchab tashlayapmanmi? Aka, men o'yna olmayman dedim-ku, uyga ketaveray. Yo'q, hali uyga ketish yo'q. Marojniy yeylik. Qanaqasidan? Anjom marojniy. Faqat originaldan olib keling. Uni anaqa falshifkalari ham chiqib ketgan. Hozir olib kelaman. Yo, to'xta, hech qayerga borish shart emas. Uni Telegram boti bor. O'shanga shunday zakaz bering, dastavka qilib yuboradi. Bo'ldi, faqat shumi? Ha, davay, tez. Mana haqiqiy original anjom marojniy. Qarang, har xilidan chiqargan. Buni ta'mi ham boshqacha-da. Zo'r ekanmi, hay? Zo'r. Sizning omadingiz bor ekan. Vaqtingizga manda terpilar uchadi. Agar boshqa terpilar uchraganda sizni olib borib olib kelardi. Ha, malades. Zo'r terpila ekansan. Buncha zo'r terpilaman mana.